Rasulullohni ko'proq taniymiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qancha ko'p tanisak, u zotga bo'lgan muhabbatimiz shunchalik ko'p bo'ladi. Muhabbatimiz ko'p bo'lgan sari Alloh taoloning siz bilan bizga bo'lgan muhabbati ham ziyoda bo'ladi. Astagfiru billah. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni. Ey Muhammad, dedi Alloh azza va jalla, ayting, agar sizlar Allohni yaxshi ko'rsanglar, bas menga itoat qilinglar, tobe bo'linglar. Shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi. Siz bilan bizning barchamiz umidimiz nima? Allohning rahmati. Nimani xohlayapmiz? Allohning muhabbatini, jannatini va u zotni azza va jalla didorini ko'rishlik. Mana shu olib borayotgan darslarimiz har safar rahmat deyapmiz. Kimlargadir bir erish tuyulishi mumkin. Boshqa narsa yo'qmi? Boshqa narsa boshqa masjidlarda ham gapirilyapti, lekin siz bilan biz bir kitobni boshlaganmiz. Mana shu kitobni nihoyasiga yetkazishimiz kerak va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yaxshiroq tanishimiz kerak va ana shu oqibatida muhabbatimiz ziyoda bo'lishligi kerak.